Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun tovuq oyoqchalarini duxovkada pishirib olamiz. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Ishimizni mehribon va rahmdil Alloh nom bilan boshlab, eng avvalo sous tayyorlab olamiz. Katta idishimizga ketchup, mayonez solamiz va yana mana shunday soya sousdan solamiz. Sousni juda ham ko'p solib yubormang. 2 osh qoshiqda solsangiz yetadi. Achchiq qalampir va shunaqa ko'rinli ziravor bo'ladi, shuni ham solamiz. Albatta ziravor sotiladigan rastalardan topsangiz juda ham oson topish. Achchiq va shirin paprikalarni soldik, endi ozginagina yog' va tuzni solib olamiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi aralashtirilgan ushbu massamizga 2 yoki 3 donacha chesnokni mana shunday qirg'ichdan yoki bo'lmasa pressdan o'tkazib olamiz. Chesnok solishimiz shart, juda ham ajoyib ta'm beradi. Va 1 osh qoshiqda magazin tomat, ya'ni tomatli pasta solamiz. Ushbu tomat pastamiz tayyorlayotgan retseptimizni qip-qizil bo'lishiga yordam beradi. Suv solamiz. Men har doim mar va zamzam suvlaridan foydalanaman. Juda ham sog'lik uchun foydali. Suvni 1 piyola yoki undan salgina ko'proq qo'shishingiz mumkin. Endi tovuq go'shtimizni yaxshilab yuvib tayyorlab olganman. Har birini ushbu tayyorlab olgan sousimizga botirib olishimiz kerak. Qo'limiz yordamida mana shunday aralashtirib yuboramiz. Tovuqlarni har bir joyiga ushbu tayyorlagan sousimiz yetib borishi kerak. Aralashtirib olganimizdan so'ng ustini yopamiz va yarim soatga xona haroratida qoldiramiz. Bu orada biz 4 dona kartoshkani xohlagan shaklda mana shunday nafisroq yuqaroq qilib to'g'rab olamiz. Juda ham qalin holatda bo'lmasin. Yarim soat o'tgandan so'ng tovuq go'shtlarimizni mana shunday falga qog'oz solingan duxovka listimizga terib olamiz. Agar sizda falga qog'oz bo'lmasa, oddiy listga terib olsangiz ham bo'ladi. Endi kartoshkalarni ham tayyorlab olgan mayonezli sousimizga solib, buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Va tovuq go'shtimizni bir chetiga kartoshkalarimizni ham mana shunday solib qo'yamiz. Duxovkamizni 10 daqiqa avvaldan yoqib qo'yamiz. Past va tepasi bir xil darajada bo'lishi kerak. Duxovka patnasimizga terilgan ushbu tovuq go'shtlarini ustidan o'simlik yog'i solamiz. Albatta juda ham ko'p emas, 3-4 osh qoshiqda. Endi buni duxovka pechimizga jo'natamiz. Albatta 250 darajada past va tepasi yoqilgan holatda pishiriladi. Juda ham yumshoqqina bo'lib pishadi. Mana shunday mana ko'rinib turibdi. Hozir 45 daqiqa o'tdi oradan. Agar sizlarda elektr quvvati baland darajada bo'lsa, 200 gradusda pishirib olishingiz mumkin. Menda ozgina toklar pastlab ketgani sababli 250 darajada pishirdim. Juda ham yeyishli, sochli bo'lib chiqadi. Ko'rib turibsiz tagidagi sellarini. Inshaalloh Ramazon oyi yaqinlashib kelyapti. Ushbu roligimizni bir joyga saqlanib qilib qo'ysangiz, sizlarga asqotib qoladigan umiddaman. Barchangizga rahmat. Ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling va ketkizgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Xizmatingiz O'zbek Qaynona TV kanalining avtori Go'zaloy Umarova bo'ldi.